Assalomu alaykum. Qozog'iston Respublikasi Turkiston viloyatiga 50 kilometr naryoqda Qo'shota maqbarasi joylashgan. Hozir maqbaraga kirdik. Maqbarani tasvirga olish mumkin emas ekan, shuning uchun ololmadik. Bu yer o'sha quduq bor bu yerda. O'sha rivoyat qilishlaricha bu quduqda juda ham mashhur quduq. Bu quduq shunday bir hammaga qiziq bo'lgan tarafi, bu quduqdan o'sha paqirda tashlasangiz kimgadir suv chiqar ekan, kimgadir chiqmas ekan. Juda ko'p eshitgandik. Menimcha kelganlarga yana eslashadi o'sha paytlarda, kelmaganlarga kelish tavsiya qilish maqsadida yaxshi niyatda hozir tasvirga olyapman. Mana shu yerdan chiqib borlar ekan. Mana bu taraflarimiz mana katta kenglik dalalar. Bu taraflarimizda ham mana juda katta kengliklar. Sekin chiqyapmiz mana bismillahirrohmanirrohim. Juda ham qiziq albatta. Ustozlarimiz aytishgandi. Ibrohimjon ustoz, Navoiyshunos olim ustozim yana ko'pchilik aytishgandi. Shu Qo'shotada shu qadimiy quduq bor. Bu quduq bo'yicha ko'p rivoyatlar ham bor. Internetda bu bo'yicha ma'lumotlar bor, bemalol ochib ko'rishlaringiz mumkin. Mana hozir yaqin kelyapmiz inshaalloh quduqqa. Juda ham qiziq. Bizga chiqarmikan suv? Allohdan so'raymiz, ilohim bizga ham suv chiqsin. Assalomu alaykum.